Bu suv 10 kilo, bu esa bolakay 13,5 kilo. Shizlonlarimizni sinovdan o'tkazib obzor qilamiz. Bu gal esa videomizda bolakay bilan 13,5 kilo deyarli 3 yoshga yaqin bolakayni shizlonga yotqizamiz va sinovdan o'tkazamiz. Ko'pchilik yozishibdi. Atigi 10 kiloni ko'taradimi? Yo'q, undan ham og'irroqni ko'taradi. Buning uchun maxsus himoya vositalarini yechamiz va bolakayni shizlonga yotqizamiz. Tasavvur qilasizmi? Mana shu bolakayimiz atigi 20 kundan keyin 3 yoshga to'ladi. Hattoki 3 yoshli bolani ham shizlonlarimiz bemalol ko'taradi. Ozgina o'zi o'rganib olgandan keyin talchoq beradi va o'zi tebranishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, 4 ta pozitsiya bo'yicha baland past bo'ladi. Hozirgi pozitsiyamiz A pozitsiyada bolakayimiz tebranyapti. O'yinchoqlarini ham o'zi o'ynashlari mumkin. Har xil o'yinchoqlari bor oldi tomonida. Katta yoshdagi kichkintoyingizni ham bemalol ko'taradi, hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Agar shizlonlar sizga qiziq bo'lsa, plyus qoldiring. Fogi do'konlari Chilonzor va Olmazor filiallarini lokatsiyalarini va bundan tashqari dastlabki xizmatlari bo'yicha batafsil ma'lumotni shaxsiyga yuboramiz. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.